o'rniga samarali ish, mahsuldor bahs-munozaralar va foydali aloqalarni o'rnatish kerak. Xalqaro standartlarni amaliyotga joriy qilish masalalariga alohida e'tibor berilyapti. Global commitment closely aligned with the United Nations Sustainable Development. Yashil buxgalteriya hisobi bu xo'jalik yuritish subyektlarida o'zini faoliyatini yuritish vaqtida nafaqat iqtisodiy, balki bu ekologik jihatdan tabiatga yetkaziladigan zararlarni va ekologik xarajatlarni hisobga olish tizimi hisoblanadi. Dunyo shiddat bilan rivojlanib borar ekan, albatta insonlarning ehtiyojini qondirish birinchi masala bo'ladi. Insonlarning ehtiyojini samarali qondirish bilan birga, ularning yashashini yaxshilash bilan birga biz atrof muhit bilan hisoblashishga majburmiz. Yeah, first I'd like to introduce myself. I am Dr. Ujjwal. I am from India. I am working with ISFT last 1 year. And regarding your question that green accounting, now it is that one part is we are a company where we want to make more profit. One side because we have to give dividend to our investor. Another side we have to save our world.